Assalomu alaykum kanalimiz obunachilari. Bugun sizlar bilan Dream Draft o'ynayapmiz. Do'stlar, YouTube kanalimiz yaqinda 100 ta bo'ldi. Sizlar ham qo'llab-quvvatlab menga obuna bo'lib qo'yinglar. Bizning yangi maqsadimiz 200 ta bo'lish. 200 ta bo'lganimizdan keyin men hozirda play qilmoqchiman, o'shani ishlatib sizlarga yaxshigina bir video qilib tayyorlamoqchiman. 200 ta bo'lganimizdan keyin ungacha qisqa videolar chiqarib turaman. Masalan, shortsga o'xshagan videolar va boshqa. 50 ta like qilib bersalaring shu videoda juda ham yaxshi bo'lardi. Lorenzo. Ketdik Di Lorenzo yugur. Kevin De Bruyne. Hollandga o'tish kerak edi pasimiz. Come on with the tackle. That wasn't a very good pass. Lukaku'dan gol. Yaxshi. That's his second goal. We're entering injury time. Vay bile. Holland olishing kerak edi sen. Bo'ldi. O'yinimiz yakunlandi. Reklama ko'rmay qo'yamiz. Secret player kepti. Zombo Anguissa. Joshua Gvardiol. Tarkib bilan tanishib chiqaman. Hugo Ekitike hujumda. Erling Haaland ham hujumda. Shalxonog'lu yarim himoyada. Declan Rice ham yarim himoyada. Bruno Guimaraes ham yarim himoyada. Nuno Mendes chap qanot himoyasida. Rahmoni himoyada. William Pacho markaziy himoyada. Antonio Rudiger ham himoyada, Llorente qanotda. Darvozabonimiz De Gea, Vicario. Keyin mana bu futbolchi Til degan ekan. Antonio God, Yildiz, Di Lorenzo, Merino. O'sha Portugaliyada oxirgi daqiqalarda urib ketgan bu Portugaliyani mag'lubiyatga uchratgan Eduardo Camavinga hozirda yaxshi o'ynalmayapti Real Madridda. Bu futbolchini sotib yuborish kerak. Romelu Lukaku Napoli hujumchisi hozirda zaxirada o'tiradi bu. Green Point ketishiga ham 8 kun qolibdi. Qanonna ketdik. Chelsea bilan ekan. 5-3-2 formation. The sacrifices of midfielder for an extra defender. With fullbacks running forward. Holland o'z eplasa kerak menimcha bu komandani. Enzo. Chelsea bu
Trenderovda juda kuchli komanda bo'lib kelgan. Ayniqsa himoyachilari umuman o'tkazmaydi. Cucurella, Andrey Santos, Holland, ketdik Holland. Darrov jarohatga chiqib tashladi Sofonaga. Chap oyoq kim endi chap oyoq? Bruno Guimaraesmi? Bu yomon yo'q ekan. Ketdik Bruno Guimaraes. Holland'imiz jarohatga chiqib qoldi. Ikki va gol. Hugo Ekitike. Enzo Fernandez, Cole Palmer. Cucurella. Palmer'dan Caicedo. Hugo Ekitike qo'y. Gusto. Yerga oldirib qo'ydimi? Nuno Mendes oldirib qo'ymoqda. Declan Rice yetolmayapti. De Gea. O'sha mashhur Manchester Unitedning darvozaboni va Van der Sar degan bitta darvozabon ham bo'lgan. Manchester Unitedda 2008-yil Chempionlar Ligasini yutgan u Cristiano bilan. Llorente yugurish kerak edi Llorente. Cucurella, Chalobah, Romelu Lukaku. Qayt. Enzo, Joao Pedro. Urdirib qo'ymash kerak. O'zi bilmayman ketyapmiz. Holland jarohatga chiqib yubordi Maras. Di Lorenzo tushadi. Antony yo'qqa tushadi. Bu qanotga ham o'tadigan pozitsiya bo'ladi Antony. Di Lorenzo o'xshagan. Pasimiz o'tmay qoldi. Joao Pedro Neto, Cucurella yaqinda Real Madridga kelgan bu. O'yinlarni ham ko'rdik. Hugo Ekitike. Sanchez qanday sev. Manda. Rahmoniymi? Enzo Fernandez, Cucurella, Pedro Neto, Chalobah. Ekitike hat-trick qarab ketmoqda. Chalobah. Qizil. Ekitikedan sinab ko'ramiz. Hat-trick qilish mumkin hozir ursa. Uraman. Tegib qoldi-da, emas urar edi.
easy on the opposition today. They're hungry for more. Oh, a chance now to turn defense Chalabog into attack. aytibman-ku, bu Chelseaning himoyasi juda Ball is kuchli up, bo'lib and new kelgan. players coming on. Ikki-ikki kosmos bilan birga bo'lmash And kerak. demanding more goals. This could turn into a rout. He's headed the ball forward. It's in Do'stlar, maktabga ham oz qolmoqda. Looks like the players listen to the manager's team talk. Maktabda Lavia in possession. dilasa o'ynaydigan bolalaringiz, sinfdoshlaringiz bo'lsa, Dribbling. dilasini o'ynab menga videosini tashlasangiz, They've got the lead, but to keep it, they're still going to need to have their confidence. obunachilarim Oh, not the orasidan best header there. It'll be interesting to see how close that o'ntasini actually tanlab was. It looked olamanda like it was going in. turnir qilib o'tkazaman. Yutganga A short pass from the keeper. bitta akkaunt bor. He's racing ahead with the ball. Anthony, Lukaku, Sanchez, Eduardo Camavinga ham prime davri bo'lgan. Ikki-ikki Chalabog'ga qizil berish kerak. He's been their standout performer. Go ikki-ikki. Mana bu gol. Mana gol, hat-trick va nihoyat. Hugo ikki-ikki fransiyalik. Va o'yinimiz o'z nihoyasiga yetmoqda. He's been outstanding. To no one's surprise, he's been named as the player of the match. Jarohat olmoqda Holland. Endi Hollandni bitta o'ynagan yaxshi, bitta o'yin. Declan Rice'ning o'rniga tushiramiz. Antonini bu yerga, Yildizni esa bu yerga. Bo'ldi. Do'stlar, sizlar bilan Dilasa Abdullayev bo'ldi. Like va obuna esingizlardan chiqmasin. Hammanglarga rahmat.